Ayol kishi baxtli bo'lishi uchun erkak kishi nima qilib berishi kerak? Erkinlik yaratib berish kerak. O'sha insonni oldida o'zini erkin his qilsa, boricha his qilsa, ayol baxtli bo'ladi. Hamma narsa me'yorda bo'lgani yaxshi. Ishonch eng birinchi o'rinda deb o'ylayman. Agar uni ming kontrol qilganingiz bilan, uni tarbiyasi boshidan yaxshi bo'lmasa, uni ming kontrol qilganingiz bilan siz hech qanaqa ushlab tura olmaysiz. Erkinlik deganda masalan, har kun qayergadir borish, kechgacha yurishni nazarda tutayotganim yo'q. Hissiyotlarda erkinlikni nazarda tutyapman-da. Misol uchun, o'rtog'i bilan ko'rishmoqchi ekanligini ham aytsam hozir nimadir urush bo'lib ketmaydimi degan qo'rquv bilan emas, просто o'rtog'iga shu gapni aytgandek aytishini nazarda tutyapman. Ya'ni emotsiyalarda, fikrlarda o'zini o'sha inson oldida boricha tutishdagi erkinlik nazarda tutyapman. Erkinlik o'zi shu. Ko'p narsa emas erkinlik. Qo'rqmasligi o'sha inson oldida.